Yoshi katta kichikka birdek ma'qul keladigan chiburi tayyorlaymiz. Xamiri uchun bizga kerak bo'ladi iliq tuzli suv, 1 choy qoshiq iste'mol sodasi, 1 osh qoshiq o'simlik yog'i hamda un solib, o'rtacha yumshoqlikda xamir qorib olamiz. Xamir tayyor bo'lgach, biroz tindirishga qo'yamiz. Tingan xamirimizni shunaqa zuvalachalarga bo'lib, yana biroz tindirishga qo'yamiz. Orada chiburigimizni nachinkasini tayyorlaymiz. Piyozni maydalab, qizib turgan yog'da biroz qovurib olamiz. Ketidan qiymani solib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Keyin tuz, murch, ziravorlarni solib biroz qovurib, ozgina suv quyib, past olovda dimlab qo'yamiz. Orada xamirlarimizni yupqa holga kelguncha yoyib chiqamiz. Yoyib bo'lgach, ichiga nachinkamizni solib, chetlarini yaxshilab yopishtirib, shunaqa pichoqda kesib chiqamiz. Tayyor chibureklarimizni qizib turgan yog'da orqa oldini yaxshilab qizartirib pishirib olamiz. Qarabsizki, mazali bo'lgan chibureklarimiz tayyor. Foydali retseptlar uchun menga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Video hamda retsept yoqqan bo'lsa, bittagina laykni ayamasdan umiddaman.